Ma'lumki, 2026-yilning 1-yanvaridan e'tiboran mamlakatimizda urug'chilik sohasida o'ziga xos yangi raqamli davr boshlandi. Unga ko'ra, mulkchilik shaklidan va qaysi idoraga bo'ysunishidan qat'iy nazar, urug'liklarni yetishtirish va realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi barcha tadbirkorlik subyektlari uchun qat'iy talab o'rnatildi. Ya'ni zamonaviy raqamli QR kodli yorliqlar bilan ta'minlanmagan, shuningdek maxsus laboratoriyalar tomonidan ijobiy ekinboplik xulosasi olinmagan har qanday qishloq xo'jaligi ekinlarining urug'liklarini realizatsiya qilish qat'iyan taqiqlandi. Bu jarayon avvalambor fermerlarni sifatsiz urug'lardan himoya qilishga, qolaversa, yurtimizda yetishtirilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini xalqaro maydonda oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu borada qabul qilingan Prezidentimizning maxsus farmoni bilan urug'lik paxta xomashyosini qabul qilish, uni xavfsiz va sifatini yo'qotmagan holda saqlash, dastlabki qayta ishlash bosqichlaridan o'tkazish, urug'lik chigit tayyorlash, uni fermerlarga tarqatish va eng asosiysi barcha bosqichlarda sifatni qat'iy nazorat qilish bo'yicha mas'ul tashkilotlarga bir qator jiddiy vazifalar yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi Amudaryo tuman bo'limi tomonidan mazkur farmon asosida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Inspeksiya mutaxassislar tomonidan chigitni ekishga tayyorlash jarayonlari ustidan qat'iy va tizimli nazorat o'rnatilgan. Zero mo'l va sifatli hosil yetishtirishning asosiy garovi bevosita yerga qadaladigan urug'ning sog'lomligi, ekinbopligi va yuqori unuvchanlik xususiyatiga bog'liqdir. 2025-yilda Amudaryo kelajagi ishlab chiqarish korxonasini fermerlar bilan birgalikda kooperatsiya tuzib, shu yerda kooperatsiya ochib, shunday paxta yetishtirdik. 3 yildan beri mana bu yil 3-yili Xitoy navini ekamiz. Xitoy navlari hosildorligi kuchli bo'lgandan keyin shularni ekib, ham ko'sak qurtiga qarshi gerbisidga chidamli navlar. Bu yil mana Xitoy Respublikasina borib, Jinkin 1565, mana Xinlu 64, Xinlu Zong 50 sortlarini shartnoma qilib, 200 tonna chigitga shartnoma qilib, olib kelib mana fermerlarga beryapmiz. Mana agroinspeksiya xodimlari kelib tekshirib, ko'rib turibdi hammasini. Chigitimiz Eradin kelasi yil tuxum olib ishlatishgan bo'ladi. O'zlarimizda nima qilsa, Xinluzo 64 va Xinluzong 50 sortlarimiz bu gerbisidga chidamli. Ko'sak qurti va gerbisidga chidamli. Jinkin 1565 navimiz bu ko'sak qurtina geni bor. 100 sentnerga ham beradi paxtani. Sentneri kuchli paxta, o'zimizning sulton paxtadan ham katta bo'ladi ko'saklari. Bularimiz 60-70 sentner beradi bu paxtalarimiz ham. Joriy yilda Amudaryo tumanida jami 13 ming gektar maydonda chigit ekish rejalashtirilgan. E'tiborli jihati shundaki, ushbu maydonning 3475 gektariga to'g'ridan-to'g'ri innovatsion usullar, ya'ni Xitoy Shinjon texnologiyasi asosida xorijiy serhosil paxta navlarini ekish belgilangan. Bu zamonaviy texnologiya nafaqat hosildorlikni keskin oshirishga, balki suv va boshqa tabiiy resurslarni tejashga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga tumandagi mavjud fermer xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan shaffof tanlovlar natijasida 17 eng ilg'or fermer xo'jaligi urug'lik yetishtirish huquqiga ega bo'lgan. Mazkur xo'jaliklar tomonidan joriy yilda 874 gektar maydonda kelasi yillar uchun sifatli urug'lik paxta yetishtirilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu hududning mahalliy urug'chilik bazasini yanada mustahkamlashga zamin yaratadi. Bugungi kunda tumanda faoliyat yuritayotgan Amudaryo kelajagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi tomonidan xorijdan keltirilgan, sertifikatlangan va barcha sifat talablariga to'liq javob beradigan urug'lik chigitlarni fermer xo'jaliklariga tizimli va o'z vaqtida tarqatish ishlari uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda. Bu muhim jarayonning har bir bosqichi urug'ning ombordan chiqishidan tortib to dalaga yetib borguniga qadar bo'lgan davr Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining Amudaryo tumani bo'limi inspektorlari tomonidan kun-u-tun nazorat qilib borilmoqda. Zero urug'lik chigitning sifatini nazorat qilish bu shunchaki mavsumiy agrotexnik jarayon emas, balki butun boshli mintaqaning iqtisodiy farovonligi, minglab oilalarning barqaror daromadi va mamlakat yengil sanoatini mustahkam xomashyo bilan ta'minlashning asosiy shartidir. Amudaryo tumanida olib borilayotgan bu kabi tadbirlar ertangi kunda xirmonimizning yanada yuksak bo'lishiga, el yurtimiz dasturxoni to'kinligi va iqtisodiyotimizning yanada gullab-yashnashiga xizmat qiladi. Bilmini 26-yili shu 200 tonna paxta shartnoma qilib, to'g'ri Xitoydan olib kelyapmiz buni. Shundan 150 tonna chigitimiz keldi o'zimizning Amudaryo tumanga.
Şundan 125 tonnasını tarqattık fermerlarga. 25 tonna chigitimiz bor menakay skladda turibdi. Fermerlar kelib nima qilib olaman desa mana tayyor holda turibdi bari. Men o'sha shu Amudara kelajagi kooperativining rahbariman. Bu yilgi yili menakay 22 kishi bo'ldik. O'tgan yili 8 kishi edik, bu yil 22 kishi bo'ldik. Fermerlar kooperatsiyaga birgayapti. Kooperatsiyaning afzalligini o'zlarida sezib, bizlarga qo'shilyapti.